O'zi doim Allohdan shahodat so'raymiz. Robbim bizni shahid qilib o'ldirgan o'zingning yo'lingda. Lekin bugun emas yani. Nusrat deganda odam yutdi va yutqizdi degan narsani biz avval tushunib olsak, odamni yutishi nima, yutqizishi nima? Masalan, odamni kofirlar kelib o'ldirsa, u odam yutgan bo'ladimi, yutqizgan bo'ladimi? Shahid bo'lib o'lsa bu odam yutdimi, yutqizdimi shahid bo'lgan odam? O'zi doim Allohdan shahodat so'raymiz. Robbim bizni shahid qilib o'ldirgan o'zingning yo'lingda. Lekin bugun emas yani. Bir haftadan keyin maylimi o'lsang? Yo'q, bir haftadan keyin emas. Bir yildan keyinchi, bir yildan keyin o'lsang shahid. Yo'q, ozroq muhlat bu. Hech qachon uni vaqtini uzaytmaysiz. Bugun bu bir yillarda nechtasi o'tsa ham, lekin shahid qilib o'ldir, lekin bu yil emas, yo'q, bugun emas. Ali bir domlani ham nimasi chiqdi-ku. Jonlarimizni juma kunlarida olgan, tabiiyki bu juma deyilyapti-ku. Bugun o'lib qo'y, juma kuni aytayapti bu gapni. Ya'ni agar odam o'lsa, bu odam o'layotgan bo'lsa, yutdimi, yutqizdimi? Albatta yutdi. Ibn Taymiya rahimahulloh aytgandek, dushmanlarim menga nima ham qila olardi? Agar meni o'ldirsa, bu mening shahodatim bo'ladi. Agar meni qamab qo'ysa, bu mening xilvatim bo'ladi. Agar meni chiqarib yuborsa, bu mening sayohatim bo'ladi degan. Mo'min odamning holati mana shunday bo'ladi. Yutish va yutqizish masalasini avval tushunib olishimiz kerak biz. Biz zaiflik holatini mag'lubiyat holati deb tushunar ekanmiz. Bu Jayshul Usra paytidagi 30 minglik askar kunidagi eslatilingan fikr, eslatilingan asosiy ma'no shuki, ey odamlar, sizlar zaiflik holatini mag'lubiyat deb o'ylamanglar degan. Zaiflik holati g'alabani boshlanish kuni ekan. Hattoki o'lim bo'lsa ham g'olib bo'ldi deyapmiz-ku biz. Sahobalar ba'zilari o'ldirilgan paytda shunday orqasidan nayza sanchilganda, oldidan chiqib turganida qonlarini olib yuzlariga surtib fuztu va robbil Ka'ba deb jon bergan. Ka'ba Robbisiga qasamki erishdim men deb. Nimaga erishdi? Jannatga erishdi. Agar siz o'lsangiz, to'g'ri jannatga kir ey bandam, ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati deyilsa sizga, ey bandam, xotirjam bandam, sen kir bandalarimning ichiga, jannatga kirgin deyilsa sizga, ay siz yutdingizmi, yutqizdingizmi? O'ldirib tashlamaydimi sizni kofirlar agar shunchalik bo'layotgan bo'lsa? Mana shahid bo'lgan odam haqida aytiladi. Shahid kishidan, shahidlarga Alloh taolo shunday rizqlarni, ne'matlarni berib qo'yib, keyin yana so'rar ekanki, ey bandalarim mendan so'ranglar, nima beray? Shahidlar aytar ekanki, Robbim bizga hech nima kerak emas der ekan. Bizga indamasang bo'ldi. Bizga mana shu holatda ne'matdan foydalanaylik bo'ldi. Yo'q so'raylar. Yo'q bizga kerak emas. Yo'q so'raylar. Oxiri ular bilaykanki so'ramasa iloji yo'q. So'rash kerak ekan. Shunda agar so'rayotgan bo'lsak, bizni dunyoga qaytargin, yana seni yo'lingda shahid bo'lib turib, yana kelaylik shu joyga. Alloh taolo ularning holatini ko'rar ekanda, bularga hech nima kerak emas ekan deb shu holatiga tashib qo'yadi degan. Ya'ni bular yutdimi, yutqizdimi? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda robbihim yurzaqun. Alloh yo'lida o'ldirilgan odamlarni sizlar o'ldi deb o'ylamanglar, ularni gapirmanglar bunaqa qilib. Tushunchalaring bunday bo'lmasin. Balki ular Allohning huzurida rizqlangan holatda tirik ular. Yutdimi, yutqizdimi? Demak, ular yutibdi ekan. Qamalgan odam agar haqda qamalgan bo'lsa, har bitta olgan nafasiga ajr olayotgan bo'lsa, Alloh uchun yotgan bo'lsa, bu yutdimi, yutqizdimi bu odam? Imom Ahmadni aytadilar, Imom Ahmadni Xalqul Qur'onda fitna bo'lgan paytda u kishini olib kelib kaltaklab, Qur'onni maxluq deysan deb majburlab turgan paytdagi holatida aytgan ekanlarki, men shu kaltaklarga chidashimga bir o'g'rini gapi ko'p dalda bo'ldi degan ekan. Bir o'g'ri kelib aytgan ekanki, ey imom, sabr qiling, men bunaqa kaltaklarni o'g'irlik qilib yeganman degan ekan. Siz Alloh uchun yeyapsiz bular degan. Mana shu menga ta'sir qilib ketdi degan. Haqiqatan agar Alloh uchun men kaltaklanayotgan bo'lsam, ey valloh, agar qancha kaltaklansam, kaltaklanay Alloh uchun bo'layotgan bo'lsa. Inson o'sha yaxshi ko'rgan narsasi uchun jon berishi.
Alloh uchun bo'lsa bu narsalar, bu zaiflik, agar o'lishingiz Alloh uchun bo'lsa, qamalishingiz Alloh uchun bo'lsa, yolg'iz o'zingiz qolishingiz Alloh uchun bo'lsa va Alloh bilan bo'lsangiz nima yo'qotgan bo'lasiz? Zaiflik holati yutqizish degani emas ekan. Zaiflik holati balki yutishni boshlanishi, ya'ni zaiflik holati yutishga bo'lgan yo'l emas. Yutishni boshlandi degani. Masalan, qamalgan odam qamoqqa kirgan bo'ldi, endi qamalib ketdi, bola chaqasi bu yerda qolib ketdi, o'zi qamalib ketdi endi degani emas bu. Odam mana shu narsani tushunmasligidan juda katta xatolarga yo'l qo'yadi. Mo'min odam uchun hayot mana shunday. Hayotda ba'zi bir kunlar bo'ladi, o'shanda mo'min odam turib beradi, yo bu bo'ladi. Allohdan so'rangki, Alloh taolo sizga shunday bir kechani nasib qilsinki, shu paytgacha o'tkazgan kunlaringizga kaforat bo'lib ketadigan bitta ishni qilishni Alloh nasib qilsin. Xuddi Abu Bakr Siddiq Rasululloh bilan o'sha kechasida hamroh bo'lganiga o'xshagan. Mana bu narsa, ya'ni odam uchun bu lahzalar, bu qiyinchilik paytlari, ko'z bilan qaraganda qiyinchilik bo'lib ko'rinadigan payt, lekin sizni Allohning huzuringizda martabangizni oshiradigan qiyinchiliklarda odamga agar Alloh sabr bersa, demak Alloh u bandani tanladi. Ni'mal abdu deb Alloh taolo qanday ham yaxshi bandam bu dedi. Ya'ni sabr qilgan bandani Nuh alayhisalomni va boshqa payg'ambarlarni Alloh taolo ni'mal abd innahu awwab. Ya'ni qanday yaxshi banda, inna vajadnahu sobira ni'mal abd. Biz uni sabr qiluvchi deb topdik, qanday ham yaxshi bandamiz dedi Alloh. Ana shunday Alloh bu bandam, yaxshi bandam bu deydigan xitob o'shanga haqli bo'lishimizni Alloh nasib qilsin hammamiz. Ya'ni buning uchun odam sabr qiluvchi bo'lish kerak ekan. Sabr qilish uchun odam tushunish kerak, nimaga sabr qilyapti. Sabr qilayotgan paytda odam tushkunlikka tushishi bor. Bunda odam ikki toifaga bo'linadi. Ya'ni odamga musibat kelgan paytda kimdir Alloh uchun turib berib, ana shu holatni yutuq deb qabul qilish bor va bu odam tushkunlikka tushib, xorlikka ketish bor. Bo'ldi, endi o'zini kallasini kundaga qo'yib berish bor. Ba'zi paytlarda mana Mo'g'ul tatarlar bostirib kelgan paytda ikkita Mo'g'ul tatar kelib bir qishloq odamni olib chiqib, qator qilib bitta kundaga kallasini qo'yib chopgan vaqtlari bo'lgan deb eshitganmiz. Ikkita Mo'g'ul. Yuzlab odam qo'yga o'xshab hammasi to'da bo'lib olib kelib, bo'lmasa Mo'g'ul tatarlar kimlar umrida ular mustahab qilmaydigan bir harom harish bo'lgan odamlar musulmon odamni oldida turib mumkin emas unday bo'lishi. Shundoq ham olib kelib kallasini kundaga qo'yapti-ku. Agar hammasi yopishsa o'sha ikkitani o'zini quroli bilan o'zlarini o'ldirishi mumkin. Lekin bularni o'ldirsak, yo'qdan ular qolganlari kelib bizni o'ldiradi-da deydi. Shundoq ham o'ldiryapti-ku bekossi. Baribir o'lib ketyapsan-ku degan narsa o'shani savolni bermadi o'zlariga. Mana bu odamdagi o'sha sabr, odamdagi tushuncha qalbdan olib qo'yilganligini sababi, natijasi mana bu narsa. Ana shuni qabul qiling bu narsani. Mana Alloh taolo aytdiki, alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Odamlar iymon keltirdik deganlaridan keyin fitnalanmasdan ular shundoq tashab qo'yilamiz deb o'ylaydimi? Va laqad fatanna allazina min qablihim. Biz ulardan oldingilarni ham sinadik degan. Alloh toki sodiqlarni va munofiqlarni ajratguncha degan. Liyamizallohul xabisa minat tayyib. Alloh xobisni toyibdan ajratish uchun. Mana bu narsa hayotda mana shunday bo'lish uchun Alloh taolo kofirlarga quvvat berar ekan. Kofirlarni yaxshi ko'rganligidan emas, mu'minlarni ajratish uchun. Mu'minlarni ichidagi narsani chiqarish uchun, ularni ichidan shahidlar olish uchun, ularni ichidan Allohga o'zini ko'rsatadigan fidokorlar, haqiqiy sodiqlarni Alloh tanlab olish uchun albatta qiyinchilikni berar ekan. Mana bu xuddi hozirgi kundagi bizning holatimizga o'xshaydigan kun. Biz yutdikmi, yutqizishdamizmi?